Assalomu alaykum Navoiy. Men sizlarga bugun bitta ajoyib shunaqa shikarna lokatsiyada bitta uy topib qo'ydim aka. Lokatsiyasini ko'rsatib o'taman. Xo'p, akalar qaranglar. Mana bu Tinchlik Plaza, 23-maktab. Bu yoqda Mira ko'chasi o'tgan. Bu tarafimizda esa Yangi bozor va Xamirro'z do'koni. Va bizlarning ajoyib domimiz. Akalar bo'lmasa uyni ichiga ko'rishga ketdik akalar. Mana biz uyimizning ichiga kirib oldik. Bu bizada kirish vxod eshigimiz. Akalar bu xonadonimiz bir xona 65 kvadratdan tashkil topgan. Buni ikkinchi xonasi ham bor. Buni ikkinchi xonasi balkonda joylashgan akalar. Kelinglar, men sizlarga xonalarni ko'rsatib chiqaman. Akalar qaranglar, qanaqa shikarni xonadonimiz. Remontlarga bitta e'tibor berasizlar. Lyustrasini ko'ryapsizlarmi akalar? Akalar uyimizning полностью pollari parket. Bu xonamiz bizda aslida balkon bo'lgan. Buni egalarining o'zlari ikkinchi xonadek qilib taxlab qo'yishgan akalar. Bundan tashqari bu xonamizda podval ham mavjud. Xo'p, endi ketdik masalaga kuxnya va sanuzellar. Akalar, remontlarga bitta e'tibor beramiz. Remontlari juda ajoyib turibdi. Kelasizlar. Prixoja mebelimiz ham qoladi. Kelinglar endi akalar, masalaga sanuzelimizni ko'rsatamiz. Vannamiz bu. Bunisi esa hojatxonamiz. Xo'p, endi ayollarimiz sevgan joy bu albatta oshxonamizga marhamat. Kelinglar akalar, qaranglar. Ana shunaqa ajoyib. Xonamizda ko'rib turgan kuxnya garnitur gaz plita gilamlari ham o'z joyi tashqari duh kondisioner kotyolimiz ham mavjud. Xo'p akalar, men sizlarga endi joylashuvni ko'rsatdim. Kvadrat metrlarni hammasini aytdim akalar. Men sizlarga endi eng asosiy narsasi bu albatta bizlarga qizig'i narxi. Bu uyimizning narxini 470 million deymiz akalar. Kelinglar, ko'ringlar, bemalol egalar bilan yana savdolashib baraka qilsalaringiz bo'ladi. Undan tashqari akalar, bu uyimizni полностью ipoteka xizmatidan foydalanib olsangiz ham bo'ladi. Sizlardan bitta like va podpiskani bosishni esdan chiqarmanglar. Sizlar bilan har doimgidek Navoiy uylar agentligi. Sog' bo'lasizlar.